Bizlar Dostonjon ukamizni Rossiyada onasi Fazilat opani tabriklashga keldik. Shunday farzandni dunyoga keltirgani uchun Asqarjon bilan xizmatdamiz. Kunim fayzga bo'lib o'tmoqda, yuragida beminnat mehr. Uyda meni onam kutmoqda, kelarmi deb yo'limga qarab, sovib qolgan choyni yangilab, dasturxonga issiq non urab. Uyda meni onam kutmoqda, dard yoniga kelma iltimos, mehr beray qilayini sozimga bitta men kerak xolos. Uyda meni onam kutmoqda. Bugun Dostonjon o'g'lingiz tomonidan sizga Oybek osh markazidan osh, Doston to'lg'in kuni ekan. Doston aytdi, har doim dedi, onam menga to'lg'in kunimda osh damlab berardi dedi. Men ham onamga bugun dedi, to'lg'in kunim munosabati bilan Oybek osh markazidan bugun sizlarga osh aytgan. Sizlarga ham kattakon rahmat. O'g'lim yuzlarga kirsin. Kelinim bilan qo'sha qarsin. Bolalarning huzurini ko'rsin. Sizlarga ham ishlaringizga omad. Sizlarga ham kattakon rahmat. Juda xursand qildilar. Rahmat. Mayli. Uzoqda bo'lsa ham ish qilib bolam siylab qiladi. Men bolalar nasibsi katta shunday siylasin.